Assalomu alaykum hurmatli go'zal ayollar. Sizga hozir tez gapiraman. Eng globalniy savolga nima uchun o'sha sharoitda maskalar qo'ymaysiz? Nima uchun o'sha sharoitda o'rgatmaysiz? Sababi qo'rqaman qizlar. Nima uchun bilasizlarmi? Juda ko'p qizlar yozadi. O'sha sharoitda unday qilgandim, yuzim mamnaqa bo'lib ketdi, mamnaqa bo'lib ketdi. Qizlar har xil videolar jo'natasizlar, unaqa real emas. Ular hammasi effektda olinadi-da. Agar bitta narsani so'p dog' yo'qib ketganda, bitta narsani o'g'ri yo'qib ketganda, men bu yerda o'tirmasdim. Borib o'sha ingliz tili magistraturani tugatdim, borib o'qituvchilik qilardim yoki bo'lmasa institutda ishlardim, dars berardim-da. Unaqa narsani o'zi yo'q. Keyin biz sotayotgan mahsulotlarning tarkibidagi o'sha, mana misol uchun vitamin C deymiz, limon, misol uchun, o'sha ham qanchadir foizda boshqa ingrediyentlar bilan aralashtirib qo'yiladi. Siz uni to'g'ridan-to'g'ri yuzga qo'ysangiz, bilasizmi, qanaqa effektlar ko'rsatishi mumkin? Agar yuzingiz chuvsvitilniy bo'lsa, juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z boshimchalik bilan uy sharoitida umuman biror narsa qilmanglar, iltimos sizlardan.